Tataristonda politsiya muhojirlarga qarshi keng ko'lamli reyd o'tkazdi. Natijada o'nlab qonunbuzarliklar aniqlandi. Krasnodardagi qurilishda 19 nafar muhojir noqonuniy ishlayotgani aniqlandi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'zbekistonliklarni mamlakatga ishlashga taklif qildi. Boshqirdistonda muhojirlar soni oshgan, lekin deportatsiya soni kamaygan. Sankt-Peterburgda tong saharda politsiya va FSB muhojirlar yashaydigan hostelda reyd o'tkazdi. Rossiyada atigi 1000 rubl pul o'tkazish ham jinoiy ishga sabab bo'lishi mumkin. Bu voqea Qozonda sodir bo'ldi. Ko'p talabalar o'z huquqlarini bilmaydi. Agar universitet yoki yotoqxona qoidalarini buzsa, student o'zini himoya qila oladimi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Bugun 15-mart. Sizlar bilan hafta yangiliklar bilan tanishib o'tamiz. Tatariston poytaxti Qozon shahrida migratsiya qonunlariga amal qilinishi bo'yicha maxsus tekshiruvlar o'tkazildi. Reydlar quyidagi joylarda amalga oshirildi: qurilish maydonlarida, kafelarda, avtoservis ustaxonalarida. Tekshiruvlar davomida 30 ga nafar yaqin chet el fuqarosi migratsiya qonunlarini buzganligi aniqlandi. Jami 34 nafar qonunbuzarlik qayd etildi. Shulardan noqonuniy mehnat faoliyati, Rossiyada bo'lish qoidalarini buzish, ish beruvchilar tomonidan noqonuniy ishga olish. Qonunbuzarlarga 2000 dan 5000 rublgacha ma'muriy jarimalar solindi. Rossiyada migratsiya nazorati tobora kuchaymoqda. Shuning uchun hujjatlar, registratsiya, ishlash ruxsatnomasi doimo tartibda bo'lishi juda ham muhim. Rossiyaning Krasnodar shahrida qurilish maydonida migratsiya nazorati bo'yicha maxsus tekshiruv o'tkazildi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qurilishda ishlayotgan 19 nafar O'zbekiston fuqarosi Rossiyada noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullangani aniqlangan. Muhojirlarga nisbatan ma'muriy protokollar tuzildi. Ular Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy kodeksining 18-10-moddasi noqonuniy mehnat faoliyati, 18-17-moddasi migratsiya qoidalarini buzish bilan javobgarlikka tortilishi mumkin. Qonunga ko'ra ma'muriy jarima yoki Rossiyadan chiqarib yuborish, vyodvorение jazosi qo'llanilishi mumkin. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, muhojirlarni noqonuniy ishga olgan ish beruvchiga nisbatan ham tekshiruv boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda Krasnodar viloyatidan 1468 nafar chet el fuqarosi migratsiya qonunlarini buzgani uchun deportatsiya qilingan. Belarus prezidenti O'zbekiston elchisi Rahmatulloh Nazarov bilan uchrashuvda mehnat migratsiyasi masalasini muhokama qildi. Много успехов живет у нас и хотят жить и работать. Но это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей. Lukashenko aytishicha, Belarus ayniqsa oilali insonlarni qabul qilishdan mamnun. Мы берем людей на конкретную работу, мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей. Ясли, сад, школа, образование высшее на равных. Prezidentning so'zlariga ko'ra, muhojirlar uchun ish imkoniyatlari, bolalar bog'chalari, maktablar, oliy ta'lim hammasi boshqa fuqarolar bilan teng shartlarda taqdim etiladi. Boshqirdistonda 2025-yil davomida muhojirlarni Rossiyadan chiqarib yuborish qarorlari soni keskin kamaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, deportatsiya qarorlari 58% ga kamaygan. Muhojirlar soni aksincha oshgan. 2025-yilda 173600 nafar chet el fuqarosi migratsiya hisobidan ro'yxatdan o'tgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 8% ga ko'p degani. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda 18704 ta migratsiya qonunbuzarligi aniqlangan. Bu esa 2024-yilga nisbatan 12% ga kam degani. Ya'ni muhojirlar soni ko'paygan bo'lsa ham qonunbuzarliklar kamaygan. Mutaxassislarning aytishicha, muhojirlarni ko'proq jalb qiladigan shaharlar bu Moskva, Sankt-Peterburg, Tyumen va Krasnodar. Rossiyada muhojirlar soni oshayotgan bir paytda ayrim hududlarda qonunbuzarliklar kamaymoqda. Peterburgda Shosse Revolyutsiya ko'chasida joylashgan hostelda migratsiya tekshiruvi o'tkazildi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, u yerda 430 nafar odam yashagan. Ularning ko'pchiligi qo'shni davlatlardan kelgan muhojirlar. Reyd paytida Hind va Bangladeshlik muhojirlarga tekshiruv tartibi ingliz tilida tushuntirilgan. Hujjatlar tekshirilayotgan paytda politsiya maxsus xizmat itlari bilan xonalarni to'liq tekshirgan. Tekshiruv davomida 7 nafar chet el fuqarosi migratsiya qoidalarini buzganligi aniqlandi. Ular politsiya bo'limiga olib ketildi. Ularga Rossiyaga kirish yoki mamlakatda yashash qoidalarini buzish moddasi bo'yicha ayblov qo'yildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bunday reydlar shahar va viloyatning turli hududlarida muntazam ravishda o'tkazib turiladi. Qozon shahrida Sovetskiy tumani sudi Shuhratjon Albekovga qarshi jinoyat ishini ko'rib chiqishi boshlandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda Albekov Rossiyada ekstremistik deb topilgan FBK tashkilotiga 1000 rubl o'tkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u pulni Aleksey Navalniy bilan bog'liq YouTube kanallarida videoni ko'rgandan keyin o'tkazgan. Albekov Tojikistonda tug'ilgan, hozir Qozonda ro'yxatdan o'tgan. IT sohasida ishlaydi. Sudda u aybini tan olgan. Rossiya qonunlariga ko'ra taqiqlangan yoki ekstremistik deb topilgan
bo'lgan tashkilotlarga hatto kichik summada pul o'tkazish ham jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun noma'lum fondlarga pul o'tkazmang, ijtimoiy tarmoqlardagi havolalar orqali pul yubormang. Avval tashkilot taqiqlangan emasligini tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda bir qarashda oddiy pul o'tkazmasi jiddiy yuridik muammolarga olib kelishi mumkin. Rossiyada talabalarning huquqlari qonun bilan himoya qilingan. Bu huquqlar nafaqat o'qishda, balki yotoqxonada yashash va ijtimoiy masalalarda ham amal qilinadi. Talabalar huquqlari asosan Rossiya Federatsiyasi ta'lim to'g'risidagi 270-federal qonuni bilan tartibga solinadi. Shuningdek, universitet ustavi, ichki tartib qoidalari ham talabalar huquqlarini belgilaydi. Talaba qonunga ko'ra quyidagi huquqlarga ega: sifatli ta'lim olish, individual o'qish rejasi, imtihonlarni qayta topshirish, imtihon natijasini appelyatsiya qilish, amaliyot va akademik mobillikda ishtirok etish. Agar talaba yotoqxonada yashasa, u quyidagi huquqlarga ega: xavfsiz yashash sharoiti, ta'mir va kommunal xizmatlar, shaxsiy xonaning daxlsizligi. Bu shartlarni yotoqxona ma'muriyati ta'minlashi shart. Agar universitet yoki yotoqxona talabaning huquqlarini buzsa, student quyidagi joylarga murojaat qilishi mumkin: dekanat, universitet rahbariyati, ta'lim nazorati organlari yoki-da sud. O'z huquqlaringizni bilishingiz va ularni himoya qilishni o'rganishingiz kerakdir. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Qanday savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.